Bugun men siz bilan avgust oyidagi eng muhim pensiya masalasini ochiq va tushunarli qilib muhokama qilaman. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotganlarga, balki yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlarga, ota-onasi yoki buyisi bobosi pensiya oladigan har bir oilaga tegishli. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha, bitta kech topshirilgan hujjat yoki bitta e'tiborsiz qoldirilgan o'zgarish odamning har oy oladigan puliga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Men bu mavzuni avgust oyining asosiy pensiya intrigasi deb atayapman. Chunki aynan avgustda ko'pchilikda bir xil savol paydo bo'ladi. Pensiya oshadimi? Qayta hisob-kitob bo'ladimi? Kimga qo'shimcha pul beriladi? Kim esa avvalgidek miqdorda qoladi? Eng muhimi, odamlar ko'pincha umumiy xabarlardan o'ziga tegishli xulosani noto'g'ri chiqarib oladi. Shuning uchun bugun men sizga nima o'zgargani, kimlar albatta tekshirishi kerakligi, qaysi holatlarda shoshilmaslik mumkinligi va amalda nima qilish kerakligini aniq tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday mavzularda kechikkan odam ko'pincha pul yo'qotadi. Avval pensiya masalasi ko'pchilik uchun oddiy ko'rinardi. Odam ish stajini yig'adi, pensiya yoshiga yetadi, hujjat topshiradi va keyin har oy belgilangan summani oladi. Lekin amalda bunday oddiy emas. Pensiya miqdori faqat yoshga bog'liq emas. U ish staji, rasmiy ishlagan davrlar ish haqi, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, arxiv ma'lumotlari, imtiyozli davrlar, nogironlik holati, bo'g'ichisini yo'qotganlik. Davlat tomonidan belgilangan minimal miqdorlar va qayta hisoblash tartiblariga bog'liq. Oldin odamlar ko'pincha menga bir marta pensiya tayinlangan, endi shu pensiya o'zgarmaydi deb o'ylardi. Bu noto'g'ri. Pensiya ayrim holatlarda qayta hisoblanishi mumkin. Masalan, keyinroq ish stajini tasdiqlovchi hujjat topilsa, arxivdan ish haqi haqidagi ma'lumot chiqsa, pensiya tayinlangandan keyin ham rasmiy ishlash davom etgan bo'lsa yoki qonunchilikdagi ayrim ko'rsatkichlar o'zgarsa, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Endi nima o'zgardi? Eng katta o'zgarish shundaki, pensiya tizimi tobora hujjatlarning aniqligiga, elektron bazalardagi ma'lumotlarga va o'z vaqtida murojaat qilishga bog'liq bo'lib bormoqda. Ya'ni hammasi o'zidan bo'ladi degan davr kamaymoqda. Ba'zi ma'lumotlar avtomatik ko'rinadi, lekin hammasi emas. Mehnat daftarchasidagi eski yozuvlar, sobiq korxonalarning tugatilgani, kolxoz yoki zavod arxivlaridagi ma'lumotlar, eski ish haqi vedomoslari. Boshqa hududda ishlagan davrlar, bular ko'pincha alohida tekshiruvni talab qiladi. Avgustdagi intriga ham shunda, odamlar pensiya oshishi haqida eshitadi, lekin menga ham tegadimi degan savolga aniq javob topa olmaydi. Men bugun aynan shu noaniqlikni ochib beraman. Chunki bir pensionerga qo'shimcha hisob-kitob chiqishi mumkin, qo'shnisiga esa chiqmasligi mumkin. Buning sababi adolatsizlik emas, balki har bir odamning shaxsiy pensiya ishida ma'lumotlar turlicha bo'lishidir. Birinchi navbatda pensiya miqdorini tushunish uchun 3 ta asosiy savolga javob berish kerak. Birinchisi, sizning ish stajingiz to'liq hisobga olinganmi? Ikkinchisi, pensiyaga hisoblangan ish haqi bazasi to'g'ri tanlanganmi? Uchinchisi, sizga tegishli imtiyozlar yoki qo'shimcha to'lovlar hisobga olinganmi? Keling, oddiy misol bilan ko'ramiz. Tasavvur qiling, bir kishi 30 yil ishlagan. Lekin pensiya tayinlanganda uning mehnat daftarchasida 24 yil tasdiqlangan. Qolgan 6 yil bo'yicha hujjat yetishmagan. Bu odam pensiyaga chiqadi va unga 24 yil asosida pensiya tayinlanadi. Oradan 1 yil o'tib, arxivdan qolgan 6 yillik ish staji bo'yicha ma'lumotnoma topiladi. Agar u buni pensiya jamg'armasiga topshirsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bu degani har oy 50 ming, 100 ming yoki undan ham ko'proq farq bo'lishi ehtimoli bor. Miqdor har doim individual, lekin prinsip shu, tasdiqlanmagan staj pulga aylanmaydi. Ikkinchi misol, ayol kishi 28 yil ishlagan, shundan 10 yili yuqoriroq oylik olgan davrga to'g'ri keladi. Lekin pensiya tayinlashda eski hujjatlar to'liq bo'lmagani sababli pastroq ish haqi davri asos qilib olingan. Keyinroq arxivdan yuqori ish haqi olgan davr bo'yicha ma'lumot chiqdi. Bu ham pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Odamlar ko'pincha faqat stajni o'ylaydi. Lekin ish haqi bazasi ham juda muhim. Chunki ikki odamning staji bir xil bo'lsa ham, biri yuqori rasmiy oylik olgan, boshqasi kam oylik olgan bo'lsa, pensiya miqdori ham farqlanadi. Uchinchi misol, erkak kishi pensiyaga chiqqandan keyin ham rasmiy ishlashda davom etadi. Ko'pchilik men ishlayapman, demak keyin pensiyam avtomatik oshadi deb o'ylaydi. Har doim ham bunday emas. Rasmiy ish, soliq va ijtimoiy to'lovlar, ma'lumotlarning bazada aks etishi, qayta hisoblash tartibi, bularning hammasi ahamiyatli.
Agar ishlagan davr bazida to'g'ri ko'rinmasa, odam keyin men ishladim-ku deb aytgani bilan tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'ladi. Kimlar albatta xavotir olishi, aniqrog'i tekshirish kerak. Men xavotir oling demayman, men tekshiring deyman. Birinchi guruh pensiyaga yaqinda chiqqanlar. Ayniqsa oxirgi 20 yil ichida pensiya tayinlangan bo'lsa, pensiya ishida xato yoki yetishmayotgan hujjat bo'lishi ehtimoli ko'proq seziladi. Chunki odam hali qaysi davrlar hisobga kirganini to'liq bilmasligi mumkin. Ikkinchi guruh mehnat daftarchasida tushunarsiz yozuvlar bo'lganlar. Masalan, korxona nomi o'zgargan, muhrnoma ishga kirgan yoki ishdan bo'shagan sana noto'g'ri yozilgan, lavozim qisqartirib ko'rsatilgan, sahifada tuzatish bor. Bunday holatlar stajni hisoblashda muammo tug'dirishi mumkin. Odamning real ishlaganini hamma bilishi mumkin, lekin pensiya organi uchun hamma biladi emas, hujjat muhim. Uchinchi guruh sobiq sovxoz, kolxoz, zavod, qurilish boshqarmasi, tuman tashkilotlari, eski aksiyadorlik jamiyatlari yoki tugatilgan korxonalarda ishlaganlar. Bunday korxonalar bo'yicha arxiv hujjatlarini topish ba'zan qiyin. Lekin aynan shu qiyinchilik sabab ko'p odamning staji to'liq kirmay qoladi. 4-guruh bolalar parvarishi, harbiy xizmat, oliy o'quv yurtida kunduzgi ta'lim, nogiron bolani parvarish qilish. Boshqa ijtimoiy ahamiyatli davrlar bo'yicha imtiyozli hisoblash masalasi bo'lganlar. Har bir davrning o'z tartibi bor. Masalan, kimdir men 5 yil uyda bola boqqanman, hammasi stajga kiradi deb o'ylaydi. Lekin qonunchilikda qaysi davr, qanday shart bilan, qanchagacha hisobga olinishi aniq belgilanadi. Shuning uchun buni tekshirish kerak. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar siz pensiya ishingizni yaqinda tekshirtirgan bo'lsangiz, barcha stajlaringiz to'liq tasdiqlangan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlaringiz aniq bo'lsa, qo'shimcha imtiyozga da'vo qilmasangiz va pensiya miqdori bo'yicha yozma tushuntirish olgan bo'lsangiz, unda har bir mish-mishga berilib ketmang. Lekin baribir yiliga kamida bir marta o'z ma'lumotlaringizni ko'rib qo'yish zarar qilmaydi. Pensiya bu bir martalik ish emas, bu odamning hayot sifati bilan bog'liq doimiy moliyaviy masala. Avgust oyida ko'pchilik bir narsani kutadi. Pensiyalar indeksatsiya qilinadimi yoki ayrim toifalar bo'yicha qayta hisoblash bo'ladimi? Men bu yerda eng muhim farqni tushuntiraman. Indeksatsiya deganda odatda belgilangan pensiya miqdorlarining umumiy oshirilishi tushuniladi. Bunday holatda ko'pchilik pensionerlarning puli bir xil tartibda yoki belgilangan foiz asosida oshadi. Qayta hisoblash esa individual bo'ladi. Ya'ni sizning shaxsiy stajingiz, ish haqingiz, hujjatlaringiz yoki yangi tasdiqlangan ma'lumotlaringiz asosida pensiya qayta ko'rib chiqiladi. Masalan, agar davlat tomonidan pensiyalar 10% ga oshirilsa, 1.500.000 so'm oladigan odamning pensiyasi taxminan 1.5 so'mga oshishi mumkin. Albatta, aniq tartibga qarab. 2.000 so'm oladigan odamda esa o'sish boshqacha bo'ladi. Lekin qayta hisoblashda natija butunlay boshqa bo'lishi mumkin. Bir odamning pensiyasi 400.000 so'mga oshadi. Ikkinchisiniki 300.000 so'mga oshadi. Uchinchisida esa umuman o'zgarish bo'lmaydi. Chunki qayta hisoblash shaxsiy hujjatlarga bog'liq. Mana shu joyda juda ko'p tushunmovchilik paydo bo'ladi. Bir mahallada 2 pensioner bor. Biri qo'shimcha pul oldi, ikkinchisi olmadi. Ikkinchisi darrov meni aldashdi deb o'ylaydi. Balki haqiqatda xato bordir, tekshirish kerak. Lekin balki birinchisining avval kirmagan staji topilgandir. Ikkinchisining esa hamma staji oldin hisobga olingandir. Shuning uchun men har doim aytaman, pensiya masalasida qo'shnining puli bilan o'zingizning pulingizni solishtirib xulosa chiqarmang. O'zingizning pensiya ishingizni tekshiring. Yana bir muhim jihat, ayrim to'lovlar doimiy pensiya oshishi emas, bir martalik to'lov bo'lishi mumkin. Odamlar buni ham adashtirib yuboradi. Masalan, kimdir bir oy ko'proq pul oldi, keyingi oy yana odatdagi summa tushdi. U nega pensiyam kamaydi deb hayron bo'ladi. Aslida oldingi oyda farq qarzdorlik, qayta hisoblashdan chiqqan to'lov yoki bir martalik kompensatsiya qo'shilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har oy tushgan summani yozib boring va nimaning hisobidan kelganini aniqlang. Endi eng ko'p odam e'tibordan chetda qoldiradigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, hujjat topilgani bilan u avtomatik ravishda pensiyaga ta'sir qilmasligi mumkin. Masalan, sizda ish stajini tasdiqlovchi ma'lumot bor, lekin unda ishga qabul qilingan sana bor, ishdan bo'shagan sana yo'q, yoki ism sharif pasportdagi yozuv bilan bir xil emas. Masalan, Abdullayeva o'rniga Abdullayeva, otasining ismi qisqartirilgan, tug'ilgan yilni to'g'ri ketgan. Bunday mayda ko'ringan farqlar katta muammo chiqarishi mumkin. Bunda qo'shimcha tasdiq
Arxivdan aniqlashtiruvchi ma'lumotnoma yoki sud orqali faktni belgilash talab qilinishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat norasmiy ishlagan davrlar. Ko'p odam men 15 yil ustachilik qildim, bozorda ishladim, qurilishda yurdim, do'konda sotuvchi bo'ldim deydi. Men buni insoniy jihatdan tushunaman. Odam haqiqatan mehnat qilgan. Lekin pensiya hisobida rasmiy tasdiq bo'lmasa, bu davrlarni kiritish qiyin. Mehnat shartnomasi, buyruq ish haqi vedomosti, soliq yoki sug'urta to'lovlari. Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish. Bular bo'lmasa, faqat guvohlarning gapi har doim yetarli bo'lavermaydi. Shuning uchun hali pensiyaga chiqmaganlar uchun eng katta maslahat rasmiy ishlang. Rasmiy daromadni yashirmang. Chunki bugungi konvertdagi oylik ertangi pensiyada yo'q pulga aylanadi. Uchinchi nozik jihat pensiya yoshiga yetgan kuni murojaat qilmaslik. Ayrimlar keyinroq boraman, vaqtim yo'q deb bir necha oy o'tkazib yuboradi. Bu yerda muddat masalasi juda muhim. Qachondan boshlab pensiya tayinlanishi, murojaat sanasi, hujjatlarning to'liq topshirilishi bular puliga ta'sir qiladi. Agar odam muddatlarni bilmasa, o'ziga tegishli bo'lgan ayrim to'lovlarni kech olishi yoki umuman yo'qotishi mumkin. Shuning uchun pensiya yoshiga yaqinlashayotgan odamlar hujjat yig'ishni oldindan boshlashi kerak. 4-nozik jihat minimal pensiya va shaxsiy hisob-kitobni adashtirish. Ba'zi odamlar mening stajim ko'p, nega pensiya minimalga yaqin deb so'raydi. Sabab faqat stajda emas, ish haqi bazasida ham bo'lishi mumkin. Rasmiy oylik past bo'lgan bo'lsa, staj uzoq bo'lsa ham pensiya kutilgandek yuqori chiqmasligi mumkin. Aksincha, kimdir kamroq stajga ega bo'lib, lekin rasmiy yuqori oylik olgan davrlar hisobga kirsa, uning pensiyasi yaxshiroq bo'lishi mumkin. Bu ko'pchilikka yoqmasligi mumkin. Lekin pensiya formulasi hissiyot bilan emas, hujjat va hisob-kitob bilan ishlaydi. 5-nozik jihat ishlayotgan pensionerlar. Agar siz pensiyada bo'lsangiz va rasmiy ishlashda davom etsangiz, albatta ish beruvchingiz sizni qonuniy rasmiylashtirganini, ish haqi bo'yicha to'lovlar to'g'ri ketayotganini tekshirib ko'ring, direktor aytdi. Hammasi joyida degan gap yetarli emas. Sizning nomingizga haqiqatan ma'lumot tushyaptimi, ish davri aks etyaptimi, kerakli hisobotlar berilyaptimi, buni bilish zarur. Chunki bugungi ish beruvchining xatosi ertaga sizning pensiya qayta hisobingizga ta'sir qilishi mumkin. 6-nozik jihat boshqa davlatlarda ishlagan davrlar. Juda ko'p yurtdoshlarimiz turli yillarda qo'shni davlatlarda, Rossiyada, Qozog'istonda yoki boshqa joylarda ishlagan. Bu davrlar bo'yicha pen masalasi alohida tartib, xalqaro kelishuvlar, rasmiy tasdiqlar va hujjatlarning tan olinishi bilan bog'liq. Men u yerda ishlaganman deyish yetmaydi. Ish beruvchi, davr to'lovlar, hujjatning qonuniyligi, tarjima va tasdiqlash masalalari chiqadi. Agar sizda bunday davrlar bo'lsa, oldindan mutaxassisga murojaat qilishni maslahat beraman. Endi eng muhim qism. Siz nima qilishingiz kerak? Men sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam mavjud pensiya miqdoringiz va uning tarkibini tushuning. Agar siz pensiya olayotgan bo'lsangiz, faqat kartaga tushgan pulga qarab qolmang. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki tegishli elektron xizmatlar orqali murojaat qilib, pensiyangiz qanday staj, qaysi davr ish haqi va qaysi asoslar bo'yicha hisoblanganini aniqlang. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Imkon bo'lsa yozma tushuntirish oling. Yozma javob keyingi murojaatlar uchun asos bo'ladi. Ikkinchi qadam mehnat daftarchangizni tekshiring. Har bir ish joyi bo'yicha ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, buyruq raqami, korxona nomi, muhr va imzo borligini ko'ring. Agar sahifalarni tuzatish, o'chirish, ustidan yozish yoki noaniq muhr bo'lsa, darhol aniqlashtiring. Korxona hali ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limidan ma'lumotnoma oling. Korxona tugatilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. 3-qadam ish haqi ma'lumotlarini yig'ing. Ayniqsa pensiyaga hisoblanishi mumkin bo'lgan yuqori oylik olgan davrlaringiz bo'lsa, shu yillar bo'yicha arxiv ma'lumotnomalarini topishga harakat qiling. Ish staji bor, lekin ish haqi tasdiqlanmagan bo'lsa, pensiya pastroq chiqishi mumkin. Shuning uchun menda staj bor deyish yetarli emas. Menda oylik bo'yicha tasdiq ham bor deyish kerak. 4-qadam arxivlarga to'g'ri murojaat qiling. Arxivga yozayotganda menga ma'lumot kerak deb umumiy yozmang. Aniq yozing. Qaysi korxonada ishlagansiz, taxminiy yillar. Lavozim, bo'lim, eski familiyangiz bo'lgan bo'lsa, uni ham ko'rsating, tug'ilgan sanangizni yozing. Masalan, men 1992 yilda 1996 yilgacha falon tuman falon korxonasida tikuvchi lavozimda ishlaganman. Shu davr bo'yicha ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish buyruqlari
hamda ish haqi vedomoslari asosida ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq murojaat arxiv xodimiga ham yordam beradi. Sizning javob olish imkoniyatingizni ham oshiradi. 5-qadam. Agar hujjatlarda ism sharif farqi bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Nikohdan keyin familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi kerak bo'ladi. Pasport almashtirilgan bo'lsa, eski hujjatlar bilan bog'lilikni tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Otasining ismi yoki tug'ilgan sanada farq bo'lsa, arxivdan aniqlashtiruvchi hujjat so'rang. Agar ma'muriy yo'l bilan hal bo'lmasa, sud orqali yuridik faktni belgilash masalasi chiqishi mumkin. Bu qo'rqinchli emas, lekin tayyorgarlik talab qiladi. 6-qadam, pensiyaga chiqishga yaqin bo'lsangiz, kamida 6 oy oldin hujjatlarni tayyorlashni boshlang. Pasport, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh yoki familiya o'zgarishi bo'yicha hujjatlar, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik yoki parvarish davrlariga oid hujjatlar, arxiv ma'lumotnomalari, bularni papkaga jamlang. Har bir hujjatdan nusxa oling. Asal nusxalarni yo'qotmang. Hujjat topshirganda qabul qilinganligi haqida qayd yoki tilxat olishga harakat qiling. 7-qadam, agar pensiya miqdoridan norozi bo'lsangiz, hissiyot bilan emas, hujjat bilan harakat qiling. Menga kam hisoblashgan deyish o'rniga, falon yildan falon yilgacha bo'lgan stajim hisobga olinmagan, iltimos qayta ko'rib chiqing deb yozing. Yoki falon davrdagi ish haqi ma'lumotnomam pensiya ishiga qo'shilmagan deb aniq ko'rsating. Murojaatda telefon raqamingiz, manzilingiz, pasport ma'lumotlaringiz, pensiya guvohnomasi raqami bo'lsa, ish tezroq yuradi. 8-qadam. Har bir javobni saqlang. Pensiya jamg'armasidan kelgan javob, arxiv xati, ish beruvchi ma'lumotnomasi, sud qarori, elektron murojaat raqami, bularning hammasi keyingi bosqichda kerak bo'lishi mumkin. Ko'p odamlar hujjatni olib uyda bir joyga qo'yadi va keyin topolmaydi. Men maslahat beraman. Alohida papka qiling. Ustiga pensiya hujjatlari deb yozing. Ichiga sanalar bo'yicha joylang. 9-qadam, bank kartasiga tushayotgan pulni nazorat qiling. Har oy qancha tushdi? Oldingi oyga nisbatan farq bormi? Qo'shimcha to'lov keldimi? Ushlab qolish bo'ldimi? Yozib boring. Agar birdan summa kamayib qolsa yoki tushunarsiz farq bo'lsa, darhol so'rang. Ba'zan texnik kechikish, ba'zan qayta hisob, ba'zan ortiqcha to'lovni ushlab qolish, ba'zan esa xato bo'lishi mumkin. Vaqtida so'rasangiz, muammoni tezroq hal qilasiz. 10-qadam, ishonchsiz mish-mishlarga asoslanmang. Avgustda hammaga falon pul berar ekan, faqat falon yoshdagilarga oshar ekan, kim bo'lsa qo'shimcha olar ekan degan gaplar ko'p bo'ladi. Men bunday gaplarni eshitganingizda darhol savol bering. Bu qaysi qaror asosida, qaysi toifa uchun, qachondan, qanday tartibda? Agar javob yo'q bo'lsa, demak bu gapga suyanib ish qilmang. Rasmiy manba yozma tushuntirish va shaxsiy pensiya ishingiz eng ishonchli asos. Men sizga yana bir nechta real hayotga yaqin vaziyatni aytaman. Birinchi vaziyat. 62 yoshli erkak 35 yil ishlaganman deb hisoblaydi. Pensiya tayinlanganda unga 29 yil staj hisoblangan. Sababini so'raganda 1992-1992 yillardagi korxona hujjatlari yo'qligi aytilgan. U odam avvaliga qo'l siltaydi. Keyin eski hamkasbidan korxona hujjatlari viloyat arxivida saqlanishini biladi. Arxivdan buyruqlar va ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma oladi. Natijada pensiya qayta ko'rib chiqiladi. Bu yerda yutuq nimada? U shunchaki shikoyat qilmadi. Aniq hujjat topdi. Ikkinchi vaziyat, aytaksi yoshli ayol pensiyaga chiqish arafasida. Mehnat daftarchasida bir joyda familiyasi eski, boshqa joyda yangi yozilgan. Nikoh guvohnomasini yo'qotib qo'ygan. Agar u buni oxirgi kuni bilsa, pensiya tayinlash cho'zilishi mumkin. Lekin oldindan bilsa, FHDga organdan takroriy guvohnoma oladi va muammoni hal qiladi. Demak, pensiyaga tayyorgarlik faqat yosh yetishini kutish emas, hujjatlarni tartibga keltirishdir. 3-vaziyat. Pensiyani ayol har oy 1.100 so'm oladi. Avgustda 1.062 so'm tushadi. U xursand bo'lib, pensiyam oshdi deb o'ylaydi. Keyingi oy yana 1.100 so'mga yaqin tushadi. U xavotirga tushadi. Tekshirsa, avgustda oldingi oylar uchun qayta hisoblangan farq bir martalik qo'shib berilgan bo'ladi. Agar u tushuntirish olmaganda asabiylashib yurardi. Demak, tushgan pulning tabiatini bilish kerak. Bu doimiy oshishmi yoki bir martalik to'lovmi? 4-vaziyat. Erkak kishi pensiyada, lekin qorovul bo'lib ishlaydi. Ish beruvchi uni yarim stavka rasmiylashtirgan. Lekin odam to'liq kun ishlaydi. Oylikning bir qismi rasmiy, bir qismi naqd. Bugun u mayli pulimni olayapman deydi.
Ertaga esa rasmiy oylik past ko'ringani uchun pensiya qayta hisobida kutilgan natija bo'lmasligi mumkin. Bu adolatsizlikdek tuyuladi, lekin tizim hujjatga qaraydi. Shuning uchun rasmiylashtirish masalasini bugun talab qilish kerak. Demak, avgust oyidagi asosiy pensiya intrigasi shundan iborat. Hamma bir xil yangilik kutadi. Lekin natija har bir odamda har xil bo'lishi mumkin. Kimdadir umumiy oshirish bo'ladi, kimdadir shaxsiy qayta hisoblash bo'ladi, kimdadir bir martalik farq tushadi, kimdadir esa hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Buning sababini faqat bitta yo'l bilan bilasiz. O'z pensiya ishingizni tekshirasiz. Staj va ish haqi ma'lumotlaringizni aniqlaysiz. Yetishmayotgan hujjatlarni topasiz va yozma murojaat qilasiz. Men ekspert sifatida sizga eng muhim fikrni yana bir bor aytaman. Pensiya masalasida passiv bo'lmang. O'zi hisoblashadi, o'zi oshirishadi, o'zi bilishadi degan yondashuv ko'pincha odamning cho'ntagiga zarar qiladi. Sizning hujjatingiz to'liq bo'lsa, sizning murojaatingiz aniq bo'lsa, sizning imkoniyatingiz ham yuqori bo'ladi. Izohlarda yozing. Sizda avgust oyida pensiya bo'yicha o'zgarish bo'ldimi? Qo'shimcha to'lov tushdimi yoki hali ham tushunarsiz savollar bormi? Agar xohlasangiz, qaysi holat sizga tegishli ekanini yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan vaziyatlarni alohida tahlil qilaman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.